Bir marta ham cherkovga qadam bosmaganman. Nasroniy bo'lib turib. Domla dedi, "Ha" desam, "Aroq ichmaganman" dedi. Nasroniya nimaga ichmagansiz desam, bir masalangizni eshitgan edim yoshligimda. Payg'ambarimiz jannatga kirganlarida payg'ambarimizga Havzi Kavsar berilar ekan. Havzi Kavsarning oldiga borganlarida tillo kosa berilar ekan. Tillo kosadan Havzi Kavsarning suvini olib ichib sahobalarga berar ekanlar. Sahobalar birin-birin ichib Rasulullohga yana qaytib kelar ekan. Rasulullohning qo'llarida turgan mahalida Rasulullohni ko'rmasdan iymon keltirgan ummatlari kelar ekan. Rasululloh ularni ko'rib kosani tashlab yuborar ekanlar. Sahobalar aytishar ekan, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, biz sizni ko'rdik, gaplashdik, iymon keltirdik va yana sizni labis tekkan tillo kosadan ham ichyapmiz. Ha bular sizni ko'rmagan, gaplashmagan bo'lsa yana labis tekkan tillo kosadan ichishmaydimi?" deganlarida Rasululloh yig'lab aytar ekanlar, "Bular meni ko'rmasdan iymon keltirgan ummatim bilan meni oramda shu tillo kosani ham bo'lishini xohlamayman. Havzi Kavsarni muborak kaftimda olib ichkizaman" degan ekanlar. Shuni eshitganimdan boshlab ichmayman deb qasd qilganman, o'zim kichkina edim. Nimaga desam, Rasulullohning muborak kaftlariga bu og'zim tegishligi uchun loyiq bo'lsin deb. Qaranglar. Biz o'ylayapmizmi? Ol bo'lsa olib kirib qo'yyaptilar.